Ushbu shirinlikni tayyorlashga 1 soat vaqtim ketdi desam ishonasizmi? Hech qanday pechu duxovkalarsiz mazali tort tayyorlaymiz. Idishga tuxum, sut, shakar solib aralashtirib, kakao, razrixlitil unni solib aralashtirishda davom etamiz. Tayyor bo'lgan aralashmani 3 ga bo'lib olamiz. Tovani yog'lab, bitta idishdagi massamizni qo'yib, qopqoqni yopamiz. Past olovda 10 daqiqa davomida pishirib olamiz. Shunaqa yumshoq sochni chiqadi. Qolip yordamida chetlarini kesib olamiz. Krem uchun qaymoq, tvorojniy sir, shakar upasini aralashtirib, qattiqni krem hosil qilib, eritilgan shokoladni solib yana mikserlashda davom etamiz. Endi shirinligimizni ketma-ketlikda terib olamiz. Biskvit, krem, biskvit, krem, biskvit. Qolgan krem bilan chetlari tepa qismini tekizlab olib, qaymoq hamda shokoladni eritib, ganashtarlab olamiz. Yuqori qismidan quyib tekizlab chiqamiz. Video olayotganda yuzimni qaranglar-da, voy buni mayinligini deb o'rgan ekanman. Ha, 1 soatda shunaqa mazali yumshoqqina tortimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.